Salom bolalar. Bugun sizlar bilan birgalikda men va o'g'lim. Bugun Granny o'yinining ikkinchi qismini olamiz va sizlar birinchi qismda 31 ming prosmotr to'plab berdingizlar va ikkinchi qismini olishga qaror qildik va biz boshladik do'stlar. O'g'lim tayyormisiz? Boshlaymizmi? Tayyor. Go, unda ketdik. Bolalar, videomizni ko'rayotgan bo'lsangizlar, videomizga bir dona like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar va kommentariyada liboy fikrlaringizni yozib ketinglar. Va kelasi o'yinlarda qaysi o'yinlar o'ynashimizni ham yozib ketinglar kelasi videolarda. Hammaga salom do'stlar. Bugun Albatta tayyorman, biz boshladik. Go. Bu videomizda kim birinchi bo'lib finishga bora oladi deb o'ylaysizlar va kommentariyada yozib qoldiringlarchi. Olimmi, Oybekmi? Qaysi birimiz birinchi bora olamiz finishgacha. O'tgan safargi videomizga birinchi bo'lib men borgandim, ya'ni o'zim borgandim, olib qolib ketgandi va sizlar shart yozib qoldirasizlar o'sha videoga va bugun yoki erta chiqadi, xudo xolasa. Va shartlaringizni yozib ketinglar, olimga qattiq shart beramiz va bajarish kerak bo'ladi. Bu maxluq bizni qo'yapti, qochishimiz kerak. Bu rasmmi? Emotsiya ham qilmaydi-ku bu. Ke. Bir uraman tayog'im bilan. Mayli, olib bo'lmas ekan. Ket, go bolalar. Bolalar, kanalimizga obuna bo'linglar, 1000 ta obuna chiqib qo'yaylik. Shuncha 31 mingta kishi ko'ribdi oldingi videomizga. Shu videomizni birinchi qismidagi 31 mingta kishi ko'rgan va obunachilar yo'q, pashta obuna bo'lmay ko'rishyapsizlar-da, obuna bo'lib turinglar. 1000 ta obunachi qilaylik. 1000 ta obunachi qilamiz va streamni yoqamiz, nasib bo'lsa. Streamni yoqib, obunachilar bilan birgalikda o'ynaymiz. Kelasi jonli efirimizda va xohlasanglar kommentariyada nickname'larni yozib ketinglar. Kelasi videolarda birgalikda video olamiz. Nima deysiz o'g'lim? Nima deylaysizlar bolalar? Qancha vaqtda finishga bora olamiz va qancha vaqtda kim birinchi bora oladi? Yozinglarchi kommentariyada kim birinchi bora oladi va kommentariyada. Kim birinchi bora oladi kommentariyada. Voy. Kommentariyada kim birinchi boradi? Yo'q, mara finishga kim birinchi boradi demoqchi edim. Qo'shdik. Kim birinchi bo'lib finishga bora oladi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglarchi izohinglarni, kommentariy fikringlarni. Qo'sh. Qo'shdik. Bizni quvmoqda bosishimiz kerak va sirasi qochamiz. Hop. Bu ushlab oldi bu, qaranglar. O'zi bir qo'rqinchli maxluqda bu. Olim, qani olim? Va nihoyat qochdik bolalar, qochdik va biz buni uddaladik va olim bizdan ancha orqada qolib ketdi. Xo'sh. Biz oldinda. Olim necha foiz bo'ldi? Xo'sh, tepaga chiqib oldik, bo'lmasa boshladik. Qani olim, Hapshi qochish qiyin ekanmi bunda? Zo'rg'a qochib qutuldim boru. Qochamiz. Necha foiz bo'ldi? 42%. Yo'q, Men 46%. Ancha oldinda ekanman. Kim birinchi boradi? Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Kim birinchi boradi? Kim edi bu? Kim edi bu? Nima chiqmadi bu yerga? Endichi. O
chiqdik, yo. Oldingi uyda o'ynagan shu joyda yutqazdim. Bu o'yinda nima deb o'ylaysizlar? Olim yutkazadimi yoki men? Kim yutadi yoki kim yutqazadi? Yutgan kishi yutqazgan kishiga shart berishi kerak bo'ladi. Shartni kommentariyadan aniqlab olamiz. Yozinglar shartlarni. Kommentariyadan eng ko'p like chiqqan Endi kommentariyasi ko'p like yig'sa, o'sha shartni bajaramiz. olim bajaradi yoki men bajaraman. Videoni Bajaraman. Sen shartni bajarasan. Oching olib yozaver. demak, olim shart bajaradi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Zo'r o'yin bo'ladi va videomizga bir dona like bosinglar. Shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangizlar va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kanalga bir donangdan obuna bo'lsangizlar bo'ldi o'zi. Shuncha joyga keldim, va tushib ketdim. Nohaq o'yin bo'ldi lekin. Rozi emasman. Xo'sh. Tak. Olim ham yaqin qopti. Tezroq qochishimiz kerak bo'lar ekan. Olim juda yaqin qoldi bizga. Olim yutib qoladi hozir, tezroq harakat qilish kerak bolalar. Xo'sh. Hoppale. Olimni bu yoqda qiynab qo'yadi yana. Olim. Ha, bu yoqda nima yo'q ekan? Sakraydigan joylarda chuqurlik yo'q ekan. Xo'sh. Olim uchun yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Hoppale. Hop. Bale. Bular ekan mana. Yana bittada biz o'tdik. Xo'sh. Endi Granny'ni urish kerak. Qochish kerak. Tezroq. Tezroq qochishimiz kerak. Nima sen videoga o'ylayapsan, ha? Orqamizdan qo'yapti, qochishimiz kerak. Buni Joni ham ketmaydi, o'zi bizni urib qo'yadi, qochishimiz kerak, tezroq. Hech nima. Bu nima bo'ldi? Xo'sh. Noto'g'ri yurdik buni qaranglar. O'sha biz oldinda menimcha biz tanlov bor ekan bu yerda. Bolalar qaysini tanlaysizlar? O'ng tomondagini deganlar kommentariyada liboy bitta fikr yozib qoldiradi. Chap tomondagi deganlar videomizga like bosadi va o'rtadagi deganlar kanalga obuna bo'ladi. Men shaxsan o'rtadagini tanlayman. Javlon qaysini tanlaysan? Omaldi bo'lsang tanlachi. O'rtadagi. Demak, sen omal deysan va men ham omaldi. O'rtadagini tanlaganlar albatta kanalga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Men omal deyman-da, men tanlagandan keyin sen tanlading. Xo'sh. Do'stlar, olim orqada qolib ketdi. Voy, shunchaga kelgandim ha. Nohaqlik bu yerda. Olim uyini sotib olgan ekan bo'ldi. Ko'rasizmi? Uyini sotib olgan nima? Boshdan. Nimaga boshdan? Hech nima qilmasdan shu yerdan o'tib ketdi mana. Ko'rdingizmi bo'ldi? Aytdim-ku, o'yin oldindan sotib olingan. Lekin biz baribir yutamiz. Bizga farqi yo'q. Sotib olinsa ham, boshqa qilsa ham bir tiyin sarflamasdan biz o'tib ketamiz. Albatta. Xo'sh. Har xil mevalar ochishimiz kerak bo'lar ekan. Tezroq. Tezroq. Bitta qo'lni ishdan chiqarib qochamiz. Xo'sh. Biza
buni ham o'yladik va biz yutishimizga bir baqiya qoldi. Go go go. O. Sen mashina qanaqa aytyapsan? Jinni o'tirishingni qara. Qaraylar. Qanaqa o'tiryapti bola? Tush. Mashinadan tush de. Yaramas. Qochdi, tezroq qochishimiz kerak. Olim yaqinlashib bog'da desam, olim qaytadan boshlabdi bola. Oy mana kelin oy. Olim boshidan boshlabdi. Mayli. Bu safar o'yinda olimda bay bo'lib qoldi, balki. Lekin biz oldinda. Balki bu o'yin hisobga o'tmasligi mumkin. Olimda nimadir sababli o'yinda bay bo'lib qoldi. Olim shart bajaradimi yoki bajarmaydimi? Nima deysizlar bolalar? Yozinglar kommentariyada. Ha olim? Bajarıyorum. Bizde dost patliskalar ayağımın dostu buyurdu. Patliskalar ayağımın dostu bajarıyorum. Podpiska, like bosganlarga nima bor olim? Priz bor. Qanaqa priz? Patliska like bosgandan keyin. Priz bo'lgandan keyin sovg'a bo'lgandan keyin. Xo'sh. Nima chiqargan? Hech nima yo'q. Hech nima bermadi-yu bolam. Bu hech nima bermaydi. Bu bir nosni kayfida ikki hafta. Hech nima bermaydi. Hech nimasi yo'q. Nima qildi bu jinni? Nima priz qo'yamiz do'stlar? Oybek nima deysiz? Nima priz qo'ysa, xursand bo'ladi. Obunachilarimiz xursand bo'ladi. Priz. O. Bun qaraylar. Dahshatdan-ku bular. Xo'sh. Bo'lmasa bolalar. Xo'sh, do'stlar, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi va biz yana birinchilardan bo'lib keldik. Olimga bemalol shartlaringizni yozib qoldiringlar. Videomizga like bosinglar, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar va kommentariyada Robloxdagi nickname bilan yozib ketinglar. Kelasi videolarda birga o'ynashligimiz mumkin. Hammaga xayr.